quyosh panel qo'yganda 20 kilovatdan boshlab loyihalash qilishni mijoz qiladimi yoki firma qiladimi? Ikkita 50 kilovatli va bitta 30 kilovatli obyektimizda texnik shart va loyihalarini taxlab, o'zimiz o'sha firma to'lovi ichida taxlab, o'zimiz olib borib topshiryapmiz. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib beraman. Birinchi obyektimiz Sattorov Ulug'bek xonadonlari Bekla mahallasi Sava ko'chasida joylashgan 50 kilovatlik panel stansiyasini 5 sud hovlida joylashtirib berdik. Tom qismida o'rnatildi. Bunda Jinko rusumidagi panel va Dia invertordan foydalanildi. Texnik shartlari taxlab berildi. Keyingi obyektimiz Qorayev Sodiq xonadonlari Buzor tumanida joylashgan 30 kilovatlik quyosh panel stansiyasi asosan yerda joylashtirildi. Ko'rib turibsizlar, yuqoridan ko'rinishlari. Kron rusumidagi invertor qo'yildi. Uchinchi obyektimiz Safir Nur Baraka MCH Politexnikum ro'parasidagi Asiliya mehmonxonasi ustida joylashtirildi. 50 kilovatlik quyosh panel stansiyasi. Ushbu stansiyada Dia invertordan foydalanildi. Diagrammalari ham mana shu tartibda o'rnatilgan. Manzilimiz Qarshi shahar Islom Karimov ko'chasida San'at kollej tomonida joylashgan. 24 soat bizning nomerlarimiz aloqada bo'ladi.